Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mashinamiz Hyundai Porter sotuvda. Bu mashinamiz zavodskoy refrigeratorli. 2024-yil 160 ming probeg. Avtomat korobka start stoplarda. Abduf, abagriv, rul abagriv hammasi bor. Eng full pozitsiyada. Mashinamiz zavodskoy propanda. Xolodilnikchini ko'rishlar mumkin akalar. O'ta a'lo darajada. Buni motori 159 talik. Kraskasi 10-15% shu old tomonda bor. Inshaalloh buni narxi ancha qulay chiqadi. Kimga kerak, shunaqa mashina kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.